Assalomu alaykum va rahmatulloh. Miftahul Arabiyyani B1 kitobi bo'yicha navbatdagi darsimiz Al-Amsalu Sha'biyatu. Bu 4-bo'limni ikkinchi matni hisoblanadi. Xalq maqollari degan mavzu. Al-Amsalu Sha'biyatu mir'atu hayatun nasi wa taqaliduhum wa 'adatihim. Xalq maqollari inson hayoti, urf-odatlarini ko'zgusidir. Va hiya ibaratun an hikami sha'biyati shafahiyati majhulatil qa'ili. Va ana shu ular nimalardan iborat desa, aytuvchisi majhul, ya'ni noma'lum bo'lgan og'zaki xalq hikmatlaridan iborat. Qilat fi munasabatin muayyanatin. Ma'lum bir qanday hikoyalar desa, ular ma'lum bir munosabatdagina aytilingan. So'ngra asbahat wasi'atan intishari baynal ammati wal khassati li suhulati hifziha wa bisatati ma'aniha. Ma'nosi soddaligi, yodlash oson bo'lganligi xususiyati bilan va ommani orasida keng tarqalib ketdi. Keyinchalik, demak, ommani orasida keng tarqaldi va xossatan nimaga xos desa, uni yodlash osonligi uchun ham keng tarqaldi va ma'nosi soddaligi uchun ham keng tarqalib ketdi. Wa tatamayyazu al-amsalu الشعبية بأنها تناولت كل جوانب الحياة. Xalq maqollari hayotni barcha tomonlarini qamrab olishligi bilan ajralib turadi. Va min nahiyati lughawiyyati, uni lug'aviy qismiga kelsak, lug'aviy tomondan esa fa innaha tatamayyazu bi kalimatiha al-qasirati al-mufidati ad-daqiqati. Daqiq, aniq, foydali, qisqa so'zlar bilan tashkil topganligidan ajralib turadi. Kama anna g'olibiyatal amsali ibaratun an jumali musiqiyatin sahlatil ilqa'i va tanaquli wal hifzi. Shuningdek, ko'pincha maqollar musiqaviy jumlalardan tashkil topgan, uni oson talaffuz qilish va ko'chirib aytib yurish va yodlashga oson bo'lgan musiqiy jumlalardan iborat. Va an masadiril amsali sha'biyati, xalq maqollarini manbalariga kelsak, فهي عادة تكون مأخوذة من قصة حقيقية حدثت في الزمن الماضي. Ular odatda qadim zamonlarda sodir bo'lgan haqiqiy qissalardan olingan bo'ladi. Aw yoki an takuna ma'khuzatan min al-hikayati sha'biyyati al-mashhurati. Mashhur xalq hikoyalaridan olingan bo'ladi. Ka hikoyati juha, hikoya, ya'ni juha hikoyalari kabi. Allati, qanday hikoya desa, tu'iddu masdaran ghaniyan lil amsali sha'biyati al-arabiyyati. Arab xalq maqollariga boy bo'lgan manba hisoblanadigan juha hikoyalari kabi. كما أخذ الناس الأمثال من الأدب والشعر العربي الذي يحتوي الحكمة. Hikmatni o'z ichiga olgan arab she'ri va adabiyotidan maqollarni insonlar olgani kabi. Idofatan ila, unga qo'shimcha ravishda anna tajribatal insani, insonni tajribasini va khibratuhu, uni demak tajribasi bu ham tajribalarini fi mawqifil hayati tuvallidul amsal. Hikoya, maqollar tug'iladi, ya'ni inson hayotidagi
fi mawaqifi, turli bosqichlarda, turli o'rinlarda, inson hayotini har o'rinlarida uni tajribasi yangi maqollarni tug'adi. ولا ننسى الأمثال التي جاءت من ثقافة الشعوب الأخرى. Boshqa xalqlarning madaniyatlaridan kelgan hikoyalarni unutmaymiz. Xo'p. Amsalu shai'a, mashhur o'sha keng tarqalgan maqollar. Mislu mismar juha. Juhani mixi مقالة. ورد في إحدى حكايات جوها أنه باع بيته. جوهani bir hikoyalarda keltiriladi. Juha uyini sotadi va taraka mismaran ala jidaril bayti. Uyini devorida bir mixni qoldiradi. Kay nima uchun desa, kay yastamirra fi ziyarati baytihi bi hujjatil mismar. O'sha mixni hujjati deb turgan, mixni sababidan uyga ziyoratini davomiy bo'lishligi uchun. Fasara yazuru baytahu al-qadima miraran va takroran. Doimiy degani miraran va takroran, doimiy, takror eski uyini Juha ziyoratini kelaveradi. Keladigan bo'lib qoladi, ya'ni kelishni boshlaydi. فَتَرَكَ صَاحِبُ الْبَيْتِ الْجَدِيدِ الْبَيْتَ بِسَبَبِهِ. Uni sababidan uyni yangi egasi uyni tashlab ketadi. وَأَصْبَحَ النَّاسُ يَضْرِبُونَ الْمَثَلَ مِسْمَارَ جُحَّى. Insonlar esa Juhani mixi degan anaqani iborani zarbul masal qilib oladigan bo'lishdi. Xo'p. Usfuru bil yadi khayru min ashrati ala shajarati. Daraxtdagi 10 tasidan ko'ra qo'ldagi bitta chumchuq yaxshiroq. Qissatu hadha al-masal ta'udu ila shakhsin kana yahmilu usfuran bi yadihi. Qo'lida bitta chumchuqni ko'tarib yurgan shaxsga borib taqaladi bu maqol. Va fi asna'i sayrihi fi ihda al-hadaiq. Bog'larda birida sayr qilib yurgan vaqtida ra'a majmu'ata asafiri 'ala shajarati. Daraxt ustida chumchuqlarni jamoasini ko'radi. Fatama'a biha, va ularga umid qiladi. Va min shiddati at-tam'i, kuchli umid qilganligidan, xohlaganligidan tarakal usfura allazi bi yadihi, qo'lida turgan chumchuqni tashlab, uni tark etib, uni qoldirib, yas'adu shajarata, daraxtga chiqadi. La'allahu yahsulu ala asafir. Qaniydi u chumchuqlarga ega chiqa olsa. Lakinna al-asafira tarat ba'idan 'indama iqtaraba minha. Ularga yaqinlashgan vaqtida chumchuqlar uzoqlarga uchib ketishadi. Fa khasira al-asafira kullaha. U barcha chumchuqlarni qo'ldan boy beradi. Man shabba ala shay'in shaba alayhi. Kim bir narsani ustida ulg'aysa, shaba alayhi, u qariganda ham o'shanda bo'ladi. O'shani ustida qariydi. Ya'ni wal maqsudu bil masali anna tarbiyatal insani fi sanawatil ula min hayatihi muhimmatun jiddan. Hayotini juda muhim yillaridagi insonni tarbiyasiga bu masal maqsad qilinadi. Va adatuhu fi sanawati umrihi lahiqati tabqa kama i'tada alayha fi sigari. Yoshligida unga odatlangani kabi u ulg'aygandan keyin ham u narsalar uni yoshligidagi yoshi ulg'aygandagi vaqtlarda ham uni odatlari qoladi. Hatta yashiba sha'ru ra'sahu. Boshdagi sochi oqarganda ham hattoki. Man hafara hafratan li akhihi waqa'a fihi.
kim birodariga choh qazisa unga o'zi tushadi. Yadallu ala anna al-insana iza arada fi'la ash-sharri li shakhsin akhar. Boshqa kishiga yomonlik qilishni istasa agar inson, u shunga dalolat qiladiki, fa inna haza ash-sharr, albatta bu yomonlik la budda an ya'uda ila sohibihi, egasiga qaytmaguncha qolmaydi, ya'ni albatta qaytadi. Rubba akhin lam talidhu ummak. Begonalar tug'ishganingdan-da yaqinroq. Hunaka ashkhasun liyasu min damina va la min aqaribina. Qarindoshlarimizdan bo'lmagan, qonimizdan bo'lmagan, laysu, qarindoshimiz va qonimizdan bo'lmagan shaxslar hisoblanadi ular. Lakin alaqatul mawaddati wal hubbi wal ikhlasi qad tajawazu as-sadaqatu bikathirin litasila ila al-ukhuwati. Birodarlikka yetishish uchun ko'p, ya'ni sadoqat uni kesib o'tadi. Kesib o'tishi mumkin. Ixlos, muhabbat, istak aloqalari sababli. Irdo'un nasi g'oyatan la tudrak. Kishilarni rozi qilish yetib bo'lmas darajadagi bir orzudir. Qad ta'malu amala kamilan. Ehtimol sen bir ishni mukammal bajararsan, lakin la tatalaqqa, umid qilmaginki an yarda jami'un nasi an amalik mahma kana mufidan. Ishing qanchalik foydali bo'lgan bo'lsa ham, insonlarning barchasi undan rozi bo'lishligini kutma, deyapti.